Oyijon nima choy ichasiz? Ko'k choy, pamir choy, mana bu yalpizli choy, limonli choy, hamma choylardan damlab qo'yganman. Nima ichgisi kelyapti? Oyijon obedga quyuq edi, suyuq edi, pechoniyli, somsalar hamma narsa qilib qo'ydim. Siz beringmi, yeb olasizmi? Oyijon, xato mendan o'tibdi, kechira qoling, haydamang. Qayerga boraman? El-yurt nima deydi? Ota-onamning yuzini yerga qaratamanmi? Oyijon, uyga bormaganimga 3 oy bo'libdi. Ota-onamni ko'rib kelsam maylimi? Adajondan ham so'radim, bulardan ham so'radim, hammadan so'radim. Siz ruxsat bersangiz endi borardim. Uyda ishlar ko'p. Xo'p. Oyijon, uyimdaglar yirsilib hamma narsalar berib yuborishdi. Og'zingizga tegsin deb olib keldim uydan. Oy, namuncha choy durasizlar, mana choyni o'zingizlar choy quyib ichaveringlar. 20 minutdan beri choyimni icha olmayman, borib sizlarga choy quyib yurganimdan. Qanaqa ko'k choy, qanaqa pamir choy, qanaqa limon choy. O'g'lingizga tualet huzurini ko'radi, topganing yegan, ichganingga ketyapti, xotining rasvot qildiruradi, urganingizga, egovlaverganingizga bozor qilmay qo'ygan. Xolodilnikda sichqon o'zini osib qo'ygan. O'tiribmiz mashina ichib, kipitok siz ham shuni iching endi. Ovqat nimalar pishirdingiz? Yo'q, qatdan ovqat qilaman. O'zimdan kesib qilamanmi? O'g'lingiz bozor qilmagandan keyin. Idish tovoqlar kirli yuvilmagan. Gel parasha o'log' bersa yuvaman-da. Hech nima sharoit yaratmay turib, ozodaliklarni, pazandaliklarni kuturmaylar mendan. Bugun ota-onamni ko'rib kelaman. Sog'indim. Ketsangiz qaytib kelmang. Nima qaytib kelmas ekanman? Men bu yerda ilzoti bo'lganman. Bu meni bolalarimni uyi. Hech vaqt ketmayman. Tili chiqib qopti deysizmi? Men bu til bilan kelmaganman. Bu tilni sizlar chiqardinglar. Keyin uyimga borib kelganimdan keyin paketimga mo'ralab qarab turmanglar, nima olib kelgan ekan deb meni xizmatkor qilib berishgani yetadi sizlarga. Boshqa narsa berishmaydi o'zi.